Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bizni kuzatib borayotgan aziz kuzatuvchilar. Xo'p, biz Wordda navbatdagi darsimizda fayl menyusini davom ettirgan holda, xo'p, pechat bo'limini ko'rib chiqamiz. Xo'p, pechat bo'limida nimalar bor, nimalar qilishimiz mumkin va bu nima? Xo'p, deylik, biror ma'lumot kiritib olamiz. Siz uchun ixtiyoriy, ma'nosiz so'z ham bo'ladi. Xo'p, Xo'p, bizga 3 abzaslik ma'nosiz matn ingliz tilida. Xo'p, endi biz fayl bo'limiga o'tib, pechat, ya'ni biz qog'ozdagi ma'lumotlarni, qog'ozimizdagi ma'lumotlarni, kechirasiz, kompyuterdagi ma'lumotlarni qog'ozga chiqarmoqchi bo'lsak, pechat funksiyasidan foydalanamiz. Xo'p, biz avvalo bunga printerimiz ulangan bo'lishi kerak. Printer ulashni ham boshqa darslarimizda ko'rib chiqamiz. Videolarimizni kuzating. Bu yerda albatta printerlarni kompyuter bilan bog'lash yo'llari ko'rsatilgan bo'ladi. Xo'p, deylik bizda Epson L850 modelli printer ulangan, lekin hozirda ayni damda ulanmagan. Ya'ni driverlar qo'yib bog'lanilgan, lekin hozir printer o'chiq turibdi. Bizga kifoya qiladi. Xo'p, pechat. Pechatda siz mana qog'ozni umumiy holatini ko'rsatyapti. Bizda qancha matn qanday shaklda joylashib turganligini. Siz bu yerdan bir nechta printerlaringiz bo'lsa, ularni belgilashingiz mumkin. Aynan qaysi printerdan chiqishini. Deylik, menda hozircha Epson L850 da. Xo'p, endi necha nusxada chiqsin? Siz u faylni chiqargandan so'ng yana kopiya qilib nusxalab o'tirmasdan birato'la necha nusxada chiqishi kerakligini belgilashingiz mumkin. Deylik, 5 nusxada, 6 nusxada, 2 nusxada. Xo'p, mana 2 nusxa. Siz bu yerda strelkalar bilan ham sonni qiymatni o'zgartirishingiz mumkin yoki-da klaviatura orqali. Xo'p, endi pechat все страницы. Xo'p, bu yerda shunday ma'no mantiq bo'lyaptiki, sizda mana 2 betli stranica 2 из 2. Ya'ni 2 betli hozir matn paydo bo'ldi. Biz endi pechatga berayotganimizda bizdan qanday chiqarish qulayligini standart holatda umumiy hammasini chiqaradi. Bizni lekin faqat ikkinchi betni o'zi chiqish kerakligini stranica joyiga alohida qiymat sifatida kiritishimiz mumkin. Yoki faqat birinchi betni o'zini. Shunda bizga kerakli betni o'zi chiqadi. Deylik, sizda biror bir kitobdan qaysidir betlarni chiqarmoqchi bo'lsangiz, standart turganda hamma pechatga bosganingizda barcha betlari qog'ozga chop etilishni boshlaydi. Lekin sizga o'rtalaridan deylik 99-bet kerak bo'ladigan bo'lsa, siz 99 deb yozishingizni o'zi kifoya. Xo'p, yaxshi. Endi yana bizga kerak bo'ladi eng kerakli joylardan knижная orientatsiya, ya'ni bizga qog'ozga qanday shaklda chiqsin. Mana bunday holda deb ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Mana yaqinlashtiramiz. Yoki albomning qog'ozga qanday joylashib, qanday chiqishi. Xo'p, endi siz qog'ozni razmerlarini ham kiritib o'tishingiz mumkin. Qog'oz o'lchamiga qarab, chop etilayotgan printerda qanday qog'oz qo'yilgan, A4 deylik, A5 yoki yana boshqa hokazo format. Xo'p, endi standart holatda mana ko'ryapsiz, kompyuterni o'zi qog'ozni chap tomonidan, tepa qismidan, o'ng va past tomonlardan ma'lum bir joylarni qoldirib ketyapti. Nima uchun? Bir chiroyli joylashib uchun. Siz bu yerda shu chegara qismlarini o'zgartirishingiz mumkin. Mana chizgan bo'lsangiz, kamroq joy qolishi sizga qog'oz ekonom
hisob bo'lishi uchun deylik yoki ko'proq qoldirish mumkin. Sizga ixchamgina, chiroyli, katta ko'proq bet bo'lsin. Mana shunday. Yoki bo'lmasam biz hop bir nechta bo'limga bo'lib, yana deylik ixchamlashtirgan holda, lekin ko'proq bet bo'lsa ham mayli degan holatda ko'rishimiz mumkin. Обычный holatga yana qaytarib qo'yamiz. Standart. Xo'p, endi bu joyda deylik mana bizda 2 betlik ma'lumot bor. Bu 2 betni ikkita qog'ozga chiqarishi mumkin yoki bizni talabimizga ko'ra bizda kichkinaroq chiqsa ham mayli, bizga muhimi qog'oz ozod bo'lishi yoki shundoq ham yaxshi ko'rinadi. Bizga kattaligi deyarli muhim emas yoki degan o'zimizni qandaydir shartlarimiz bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerdan hop hozircha 1 straniца на list bitta qog'ozga bitta betni joylashtirish turibdi. Biz bu yerga kirib, deylik bitta betga ikkita hop bitta qog'ozga ikkita betni joylashtirishni ko'rishimiz mumkin. Yoki shu narsa bitta qog'ozga 4 ta, 6 ta. Ya'ni bizda qancha bo'lishiga qarab, по размеру страницы bizda yana boshqa shartlarni qo'yishimiz mumkin. Hozir yana standart bitga qaytaramiz. Xo'p, endi bizda bu yoqda shu nusxada deylik kopiya berdik. Betlarimiz hop 2 bet. Endi mana bu joyda разобрать по копиям, не разбирать по копиям. Ya'ni hop siz 3 nusxada berganingizda birinchi faqat bir betni o'zidan 3 ta, ikkinchi betdan keyin 3 ta va uchinchi betdan 1 ta qilib alohida betlarni o'zini 3 nusxadan chiqarib olsinmi? Yoki bo'lmasa birinchidek hop birinchi betdan bitta, ikkinchi betdan bitta, uchinchi betdan bitta va yana boshqatdan 1, 2, 3 betlardan yana 1, 2, 3 betlardan. Ya'ni bir nusxani avval to'liq chiqarib, keyin ikkinchi nusxaga, ikkinchi nusxani to'liq chiqarib olib va yana uchinchi nusxaga o'tsinmi? Shu narsani ham siz o'zingiz shu joyda belgilab, o'zingizga qulay ravishda belgilab ketishingiz mumkin. Xo'p, endi bu yerda siz qog'ozga qanday chiqarasiz? Ya'ni qog'ozni bir beti bir tomoni, qog'ozni faqat oldi tomoniga chiqarilsinmi yoki ham oldiga, ham orqasiga? Shu narsani bu yerda ko'rsatsangiz, kompyuter Word o'zi sizga printerga shu buyruqlarni sizga moslab beradi. Ya'ni bir tomonlama chiqarish yoki bo'lmasam ikki tomonlama chiqarish, faqat sharti siz qog'ozni bir oldi tomoni chiqqandan so'ng orqa tomonini o'zingiz o'girib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Kompyuter shunga qarab kerakli betlarni o'zi ajratib chiqarib beradi. Hozir pechatda shular. Xo'p. Endi buni tezkor klaviaturasi, ya'ni горячий klavishi Ctrl P. Ctrl P bilan siz pechatga o'tishingiz mumkin. Va nihoyat hammasi bo'ldi, hammasi tayyor. Pechatga bosamiz. Bo'ldi, bizga qog'ozga ketdi. Lekin menda hozir printerim ochiq turganligi uchun negativ, ya'ni tayyor emas, uchun tayyor emas deb ko'rsatyapti. Agarda ulanganda, yopiq bo'lganda qog'ozdan chiqarib bergan bo'lardi. Savollaringizni izohlarda yozing fikrlaringiz bilan. Video yoqqan bo'lsa, like bosing. Yana qanday mavzularda dars o'tishni xohlaysiz? Siz bilan ko'rganda ko'rishguncha salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.